UFC 314 turniridan keyin ko'pgina veteranlar pensiyaga chiqsa kerak deb o'ylagan edim. Bulardan Jim Miller, Elkins, Nikita Krylov, Chandler, Pitbull, Volkanovski deyarli 6 ta jangchi veteranlar qatnashdi va ularning hammasini deyarli yoshi o'tib qolgan. Lekin ko'rib turibsizlar, haqiqatdan ham deyarli hammasi pensiyaga chiqishga loyiqligini isbotladi va chiqqan soperniklari bilan deyarli konkurent jang qilish olmadi. Bitta jangchi, faqat Volkanovski yana bir bor 66 kg chempionligini qo'lga kiritdi va u haqiqatdan ham hali yana hech bo'lmaganda bir marta kamarini himoya qila olishini ko'rsatib berdi. Va haqiqatdan ham Lopesni ochkolar hisobida yenga oldi. Lopes zarbalar tekkizdi, lekin kutganimdan ko'ra haqiqatdan ham psixologik tarafdan chempionlik jangiga hali tayyor emas ekan Lopes nima deyiladi? Shunaqa jangchi chempion bo'la olmasligi mumkin, lekin top jangchilarni doim qiynab keladigan, xalqqa bir yoqadigan janglarni ko'rsatadigan jangchi bo'ladi deb o'ylayman men. Lekin Volkanovskini tabriklash mumkin. Haqiqatdan ham veteran va haqiqatdan afsona. Chandlerni qarang, charchab qolyapti. Chandler UFC'dagi eng ko'p mashq qiladigan sportchilardan bittasi hisoblanadi, lekin baribir charchadi. Volkanovski bilan deyarli yoshi teng. Bu ham haqiqatdan insonning o'zini chidamliligiga ham bog'liq ekan.